Assalomu alaykum hurmatli grant mebel obunachilar. Bugun navbatdagi perixoshkamizni o'z joyiga solib qo'ydik. Bu perixoshka sifat shkaf. Hop, bu perixoshkamiz uzunligi 4,5 metr joyga tushgan. Ko'rib turibsizlar, bu yerda perixoshka, bu yerda oyoq kiyim qo'yadigan idishlar tushgan. Hop, bu tomonini ikki bo'lib ochiladigan qilganmiz, magnetlari bilan. Mana shuni ochilib beradi. Bu tomonga keladigan bo'lsak, to'la polkali qilganmiz. Chuqur polkali. Ko'rib baho berasiz. Bu tomonni vishilkali qilganmiz. Tepadan ustiga tegyapti. Vishilka, bu yoqda bir tomon murskoy, bir tomon jenskiy. Hop, bu tomon murskoy bo'lsa, bu tomon jenskiy. Endi kimga qanaqa? Hop, bu shkafimiz vatanga, korpusi vatan bo'lgan, eshiklari fasadi oq bo'lgan. Oq akril, korpuslari vatan korpusda laminatda. Hop, bu xonamizga televizorni pastga berganmiz. Hozir eshikni yopib qo'yaman. Tomoni ham bor. Televizorni pastga berganmiz, mana bu devor tarog'ini ham o'zimiz berganmiz. Telefonlari hammasini o'zimiz qo'yib berganmiz. Televizor pastga og'irlik juda yaxshi ko'taradi. Ko'rsatib qo'yasiz. Hammasini barqilganmiz. Hop, bu общий mebelimiz, perixoshka shkaf, televizorning pastiga devor taroq. Общий 15 million so'mga bo'ldi. Kimga yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yishlaringizni so'raymiz.